Ana aldoqchi ablahning chamadonini ko'tarib ketman-ku. Ana o'g'lini studiyada janjal qilgan yetmagandek chamadonimni almashtirib olib ketibdi. Samolyotga 1 soat qolganda. Menimcha Zinoyda Mixailni juda ham yaxshi tushunasiz. Studiyadagi shallaqligingizdan keyin oramiz ochiq. Kartsavelyich, siz razilsiz. Meni chamadonimga qaytib bering. Yaramas. Muttaham. Uchiga chiqqan firibgarni bo'yniga ahmoq bo'lib osilib yuribman. Yo'q-bray. Jumlalarni, so'zlarni qarang-a. Bu gaplar hali holva zo'rini endi eshitasiz. Uchishga 2 soat qolganda bu rasvo bo'lsa qandaydir tabiyani topib olib, og'iz burun opishyapti. Odamning har narsa bo'lgani yaxshi. Xotin bos, shilqim. Unga rol o'rgatayotgan edim, shallaqi. Axir bu professional vazifam-ku. Profession de foi. Yetar. Hiqildog'imga keldi. Sizda o'ynamayman. Rejissyor Budimir Kasoyga o'tib, u qo'yayotgan Boris Godunovda o'ynayman. Kasoy qallob. Siz quruq olib qocharsiz. Unda men Malikani o'ynayman. Budimir Kasoyda Ivan Grozniyni o'ynaydigan odam yo'q. Bekor aytibsiz. Yon yo'qmish. Men allaqachon u bilan repetitsiya qilganman. Qayerda repetitsiya qila qoldingiz? Shu yerda. Xuddi mana shu xonada. Meni kutgil va men qaytarman.